بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli ustozlar va qarindoshlar, bugungi tafsir darsimiz Baqara surasi 283-oyatdan 286-oyatgacha, ya'ni suraning oxirigacha. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرحان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Yuqorida tilovat qilingan oyatning qisqacha tarjimasi. Biz o'tgangi darsimizda oyatuddayn, ya'ni qarz shakldagi savdo muomala qilgan vaqtida buni yezib qo'yishninki yaxshiligi, agar bo'lmaganda ikki er kishi guvoh bo'lishi, ikki er bo'lmaganda bir er ikki ayolning guvoh bo'lishi, ya'ni ikki tarafninki talash tortishga birib qolmaslik yoki qarz oluvchining qarzga tenib olmasligi, qarz beruvchining ziyoda olmasligi qatorliq nurg'un sabablarni bayon qilib o'tgan. Bugungi darsimizda deydi: ey Allohga iymon etgan, Allohning payg'ambariga ishongan mu'minlar, sizlar safarda bo'lib qolsanglar, hamda safar jarayonida iqtisodga ehtiyojli bo'lib qilib qarz muomalasi qilishgan bo'lsanglar, bu yerda hujjat yozadiganga bir odam yo'qkan, xat yoza oladigan yoki qog'oz qalam degandek narsalar yo'qkan, hujjat yozish imkoniyati yo'qkan, u vaqtida qarz olgan odam qarz bergan odamga shu bergan qarzininki badalida tutib turdiganga o'zining ma'lum bir narsasini go'ro'ga, ya'ni raniga qo'yishi kerak bo'ladi. Bu qachongacha desa, shu o'zining zimmasidagi qarzni ado qilib qarzni egasiga qaytuvganga qadar u go'ro'ga qo'ygan narsa qarz bergan odamning yonida qoladi. Hamda sizlarning ba'zanlarga ishonch qila olsanglar, mening bu ishonchlik odamim hujjat ketmaydi deb, u vaqtida hujjat yozishmi lozim bo'lmaydi va guvohchim kerak bo'lmaydi. Shundaqla bir narsani go'ro'ga qo'yishmi kerak bo'lmaydi. Bu vaqtida qarz olgan odamning zimmasida omonat shaklida qolib qoladi. Bu odamga qarz bergan odam uchun shu qarzni ado qilish zarur bo'ladi. Qarzni olgan odam Allohdan qo'rqsin deydi bu omonat to'g'risida. Buningdan hech bir narsani inkor qilmasin. Agar inkor qilib qolsa, mana shu omonat yoki muomala savdosiga hozir bo'lgan odam kelib, shohid bo'lgan odam guvohlikni ado qilsin. Bu odamningki bundaq zarur vaqtida guvohlikni ado qilmay yo'shirib olishim to'g'ri bo'lmaydi. Kimki hamda shu bir to'g'ri ishga guvoh bo'lib turib, hukm qilinadigan yoki so'roq qilinadigan vaqtida bu guvohlikni yo'shirdi ekan, bu odamga nima deymiz? Bu odamning qalbi fojir, ya'ni dili qetib ketgan, Allohdan qo'rqmaydigan fojir bir odam. Allah subhanahu wa ta'ala sizlarning qilayotgan barliq ishlaringlarni bilguchidir. Allohga uningdan hech narsa maxfiy qolmaydir. Allah subhanahu wa ta'ala sizlarning qilgan amallaringlarga asosan jazo mukofotlaydi. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Osmondagi va zimindagi narsalar yaratish jihatda, ig'dorchilik jihatda va ularning ishlarini tadbir qilish jihatda yolg'iz Allohning mulkidir, Allohning qo'l ostidadir. Agar sizlar qalbinglardagi bir yomonlik, o'chmanlik, dushmanlikni oshkor qilsanglar yoki uni yoshirin qilsanglarmi, Alloh uni bilib turadi. Alloh subhanahu va taolo uning asosan sizlardan hisob oladi.
Shuningdan keyin Alloh subhanahu va taolo o'zining fazl rahmati bilan xohlagan kishini mag'firat qiladi va o'zining odilligi va hikmati bilan xohlagan kishini azoblaydi. Alloh subhanahu va taolo har narsaga qodirdir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Allah'ın elçisi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'z Rabbi tarafidan o'ziga nozil qilgan narsaning hammasiga ishondi va shuningga o'xshash payg'ambar alayhissalom bilan birga bo'lgan mu'minlarmi ishondi. Ularning hammasi Allohga ishondi, ya'ni Allohga iymon etdi, Allohning barliq farishtalariga iymon etdi, ularga ishondi va Alloh subhanahu va taoloning barliq payg'ambarlarga nozil qilgan kitoblarga iymon etdi va shundaqla Alloh subhanahu va taoloninki Odam otamizning davridan qiyomatgacha Muhammad alayhissalom bilan billah Muhammad alayhissalomgacha bo'lgan barliq payg'ambarlarga iymon etdi. Ular shu iymon etib shundoq deydi: biz Allohning elchilaridan hech birini o'rtasini ayirib etmaymiz, hammasiga to'liq ishonamiz. Biz Parvardigorimizning buyrug'ini anglaymiz, cheklamalardan yonimiz. Ve Allah subhanahu ve taala buyurgan ishni qilish va cheklagan ishdan yenish orqali Parvardigorimizga itoat qilamiz. Allah subhanahu ve taoladan bizning kamchiliklarimizni mag'firat qilishini so'raymiz. Ey Allah, sizdan bizning gunohimizni mag'firat qilishini so'raymiz va haqiqatan bizning qaytadigan joyimiz, barliq ishlarimizda murojaat qiladigan o'rnimiz yolg'iz sizlar. Biz sizlarga murojaat qilamiz. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah subhanahu ve taala hech qanday bir insonni o'z amallardan taqat yetmaydigan bir ishni qilishga buyurmaydi. Chunki Allohning dini osonlikning ustiga qurilgan, uningda mushaqqat yo'q. Kimki bir yaxshilikni qiladi ekan, bu odam uchun qilgan narsaninki ajri to'liqlab beriladi, uningdan hech narsa kamaytilmaydi. Har qanday bir odam yomon nachar ishdan birini qiladi ekan, bu odamga gunohdan o'zi kasb qilgan narsaninki jazosi va gunohi yoziladi. Buni u odamdan boshqalar ustiga olmaydi. Ve peygamberler ve müminler, peygamber aleyhisselam ve müminler şundak deydi: ey Parvardigarimiz, eğer biz sizlar qilishga buyurgan söz ve ish hareketlerini, yani sizlar ado qilishga buyurgan söz ve ish hareketlerini biz maqsadsiz unutib qolgan bo'lsak yoki xato ketgan bo'lsak, bizni jazolamizlar. Parvardigarimiz, bizni amallardan biz taqat keltirolmaydigan, mushaqqat bo'lgan ishlarga taklif qilmizlar. Bizden ilgirki kişilerini teklif qilganga o'xshash, ularning oqibati o'zga zulm qilish bilan sizningki dargohlar g'azablarga uchirg'uchi bo'ldi. Bular kimlar desa, Yahudi nasoralarga o'xshash. Biz taqat keltirolmaydigan mushaqqatli qiyin ishlarni yuklamizlar. Ya'ni buyruqdan va cheklimidan. Bizningki xatoliklarimizni o'tibasizlar, gunohimizni kechirim qilsizlar, o'zlarining fazl rahmatlari bilan bizga rahmat qilsizlar. Ey Parvardigorimiz, sizlar bizning egimiz, sizlar bizga yordam berguchi, biz kafir qavmga qarshi bizga g'alaba, nusrat, yordam ato qilsizlar. Oyatdan ilinadigan foydalar: birinchisi, başqalarının haqqını kuchlantiradigan bir hujjat yozish imkoniyati bo'lmagan joyda haq huquqqa kafolatlik qilish uchun go'ra ilishning durustligi.
Ammo bu savdo muomala qiluvchilar bir-biriga bak ishonadigan mandaq kishilar bo'lib qolsa, bu yerda buning keragi bo'lmaydi. Yana bir foydasi guvohlikni yoshirishning harom ekanligi. Kimki guvohlikni yoshirdi ekan, buni ado qilmaydi ekan, bu odam gunohkor bo'ladi. Allah subhanahu va taoloninki ilmining nihoyat mukammal ekanligi va o'z xalqining hamma ishlaridan xabardor ekanligi va Allah subhanahu va taoloninki qudratininki shundoq mukammal ekanligiki ular amallardan nimani kasb etgan bo'lsa shu bo'yicha tizla ulardan hisob oladiganligi. Oyatdagi yana bir foyda oyat karima iymonning arkonlarini bekitdi va uning aslini bayon qilib berdi. Hamda bu islom dini osonlik ustiga qurilgan. Buningda qiyinchilik, mushaqqat bandalardan ko'tarib o'tilgan. Unda bo'lgandan Alloh subhanahu va taolo insonni taqat keltirolmaydigan ishqa buyurmaydi. Shundaqla taqat keltirolmaydigan bir ishlarni agar qilib qolsa, buningdan hisob olmaydi. Allah subhanahu va taolo har birimizni Allah yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan amallarni to'liq ado qilishga muyassar qilsin. Bizlarni ota-onalarimiz, urug' tuqqanlarimiz, barliq qarindoshlarimizni Allah afu qilsin. Allah subhanahu va taolo ularni pat fursatda zolimlarningki changilidan bir qutuldirib, erkin yashaydigan bir go'zal hayotga erishtirsin. Allah subhanahu va taolo shu qiyin qistoqda o'lib ketgan qarindoshlarimizga o'zi rahmat qilsin, o'zi mag'firat qilsin, xatoliklarni kechirim qilsin, darajasini ustun qilsin. Ey Alloh, shu turmalarda asarat chekayotgan qarindoshlarimizni bepat fursatda shu turmalardan qutulishga o'zlar bizga yo'l ko'rsatsinlar, bizlarni to'g'ri yo'lga yetaklasizlar. Bizning sizdan boshqa panoyimiz yo'q, sizdan boshqa egimiz yo'q. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.